Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana bu yerda men Hamid Nasriddin apandim tajovuzchidan inson huquqi talab qilsa taslimchi bo'ladi deganni tushuntiribdi. Qur'ondan dalil keltirib. Mana taslimchi degan ashna bo'ladiki. Tajovuzchidan inson huquq so'raganlar taslimchi bo'ladiki. Endi Dünya Uyg'ur qurultiyi Xitoydan inson huquq so'rayotidi. Shunaqo o'zining degan gapi bor, men yanpash qurib topmadim. O'zlari shu 2004-yil qurilganda chet eldagi davlatlar mustaqil desanglar yordam qilmaymiz, inson huquqi desanglar yordam qilamiz debdiki. Unda bo'lsa biz mustaqil demayli, inson huquqi deyli deb shu yordamni ilib hajlab o'tibdi necha yilning oyog'i. Onun şartları nemike dese, müstakil demeyse, Xitayning zimin bütünlüğü hürmet kılsa degan şartlar ki. Endi Xitayning zimin bütünlüğü hürmet kıldı degan gap, şu bizning vatanni Xitayning zimini degan gap. Xitayning ziminida biz yaşagan bolsak, Xitayning puhrasi bolduq degan gap. Biz Xitayning puhrasi emas. Bizga mustaqillik lazım degan insonlarga o inson huquqi talab qilish Xitoydan haram. Endi xeyli aqlli odamlarimiz bor, buningga ko'ngil bo'lmayotidi, ko'z yumbatidi. Masalan, islomiy nuqtadan elib essak, vatanda nurg'un ulamolarimiz o'tgan Xitoy qarshi turganlar bo'lgan, qarshi turmaganlar bo'lgan, Xitoyninki xizmatini qilganlar bo'lgan. Vatanda necha qitim harakatlar bo'ldi. Xitoy qarshi harakatlar bo'lsa, ashular Xitoy taraf tutdi. Chiq odamlar Xitoy taraf tutdi. Uning kaydi ibodatni qanday qildi? Ibodatni Allohga qilamiz deydi. Allohga ibodat qildi, Xitoyga itoat qildi. Xitoyga itoat qildi. Allohga ibodat qildi, Xitoyga itoat qildi. Qarindoshlar, shuning bilan u ibodatmi nalarda so'zlab yuridiki, Allohning dargohiga unda ibodat bo'lmaydi qarindoshlar. U poklik bo'lmagan, u tajovuzga itoat qilgan ibodat ikki kiyimining quruqiga dasigan deymizda uni. İş qilib haq yo'lga kelmagan ibodat u. To'g'ri yo'ldagi ibodat emas. Endi men chetaldimi? Mana tajovuzdan inson huquq so'rasa taslimchi bo'ldi ekan. Nurg'un qarindoshlarimiz yana uning unmay, yana Allah'ın kalamını aşı Xitaydan insan huquqi alımız degan aşı nizamnamening keyniga tashlab qo'yadi, tövaniga. Yani ba'zilar tehi Dünya Uyg'ur qurultiyining oqisida Alloh bor, Amerika va deb ketadiki. Qarindoshlar, o Allah'ın hükmünü yerga tashlab qo'ygan Xitoydan inson huquqi alımız degan shu inson huquqi alımız desa taslimchi bo'ladi. To'g'ri emas. Tajovuzchini vatandan qo'g'lab chiqarish har bir musulmonga farz ayn, farz kifoya emas, yana farz ayn degan hukmlar tursa, uni apirib istalni orqaga tashlab etsa, Allohning hukmini Allah u yerda nima ish qiladi? Unda axlatxonda bu Allohga tuhmat bo'lib qoladi. Amerika bor deydi. Amerika bor, shu ikki tal pulni berib qo'yib, sen inson huquq so'ra, mustaqil degan gapni qilma deydi. U Amerika hukumatimi emas, hamda tashkilot.
inson huquq tashkilotlari, inson huquqi tashkilotlariga yordam qiladigan o'rinlar u. Ashundaq mustaqil dema deydi. Mustaqil dema, seni ishingni hal qilib beramiz deydi. Kesib etib, xotin olib beramiz deydi. Onunğa ma'qul deb bizning odamlarimiz ish qilib bu yoqdan gap yo'rg'ultib, mushtaq qilyotidi. Abduma demokratiyadan foydalanyotidi bular. Demokratiya davlatning tuzumlaridan. Hatto qanday qila olaysa, biz mushunda qilyapmiz degan yerlargami kapti. So'zlaganlar so'zlab yuraverdi, bizni ishim qilinmaydi degan gaplarni yetkizdi ba'zida bizning quloqlarga. Anladinglarmi qarindoshlar? Endi nurg'un odamlar shu inson huquqi ilish to'g'ri emasligini biladi, lekin nima bularni to'sab turayotgan? Ma to'g'ri emas deyishga yo'l qo'ymayotgan nima bularga? Ha, qarindoshlar, bularga nima shu? Xatoni xato delanmaganligi. Nima uchun? O'zlari bilishdi endi. Ish qilib vatan bizning Xitoydan inson huquq so'raganlarga biz ha desak, bizni tutdi qarindoshlar. Onun ha deyishga bo'lmaydi. Shu kuchimizning bari chiqarish turimiz qarindoshlar. Biz e'tirof qilmaymiz deymiz qarindoshlar. Unda inson huquq so'rashni Xitoydan hech nima so'ramaymiz biz. Biz o'zimizning vatandan Xitoy chiqasin deymiz. Shunaqo? Yo'qolsin Xitoy deymiz. Yashsin vatanparvarlar deymiz. Vatanimiz mustaqil bo'lsin deymiz. Xalqimiz hur bo'lsin deymiz. Xitoydan inson huquq so'rab Xitoylar bilan yashasa hur bo'lamdi xalqimiz. Hurlikka erishamda Xitoy nima ishlarni qilyotdi? Tursunay Ziyoddinning gapini anglanglar. Qig'liqni qilib qizlarni chiqib yana qo'lidagi tokkaltakni ishlatdi ekan. Xitoydagi ashna millat bir kaltak olsa birisini, gaqimisa 10 ni uradi. Xitoy degan. Mandaq razil bo'zakni topsa, ashla qattiq bo'z ketadigan bir millat o. Yad nimishki onun qo'yniga so'raydi bizni. Uni qo'yniga so'rasa ma'qul desak bo'lamdi. Ma'qul desak, ashla qo'yniga so'rasa, bizmi shu Xitoy purushimiz, boshqa gap yo'q. So'rganlarga iniq Xitoy purush. Uni ming yo'shosimi, ming bildimisimi baribir o'xshash. Uni biz bilib bo'ldik. Ashaga qo'l qo'yganda, shu mustaqil bo'lmaymiz deb qo'l qo'yapti. Hozir dunyoga Uyg'urni tanitmabdi. Uyg'urni mustaqil bo'lmaydigan, inson huquqi oladigan millat deb tanitibdi. Necha zamondan qarindoshlar. Uyg'urni qanday dunyo qanday tanitibdi desanglar, mushu kamp vaqasi chiqqandan keyin Xitoy irqiy qirg'inchiligi ib bo'lgandan keyin dunyo tanigan gap. Bizning gapimiz bilan tanigan gap yo'q. Dunyo o'zi tekshirib, o'zi ko'rib, uning keyindan shu tanigan gap. Qo'shimcha Uyg'urlarning gapini ancha-muncha anglab, bularningki deganlari rost o'xshaydi degan yakunni chiqarib Xitoy irqiy qirg'inchilik qilyotdi dedi. Necha davlatlar.
endi shuni yo'qotish uchun yana to'xtamay inson huquqi olamiz deb xitoylar bilan hamkorlashib xitoyni demokratiyaga akilimiz deb ashuna ishlarni qilib yurdi. Hiliqi Veyjinshunqo raskibini aytdi. Raskibini aytdi. Yana qanoat qilmay bu xitoy oshiqlari xitoyning yaxshisi deb yuridi. Bizning obdan odamlarimiz shularga ergishib shu yerdan birdim chiqdi bizga inson huquqidan deb yuridi. Nemishki ko'z yumadiganligini bilolmay qoldim bularning bu ishqa. Endi pardan sal yitib tashlab gap qilsak, asalla o nemishkiligini bilatdiq. Endi ishqa diqqat qilsin mushu qarindoshlarimiz. Ma'ningdan bizga foyda kelmaydi ma inson huquqidan.